Assalomu alaykum do'stim. Assalomu alaykum. Ko'rishmagandek. Va alaykum assalom. O'zingizga assalomu alaykum. Va alaykum assalomu alaykum deyapsiz. O'zingizga Qanaqa salom. Nima gaplar? Tinchmisiz? Xudo xolasa mana boshlaymiz. Bugun yakunni qo'yamiz. Tochka qo'yamiz bu temaga. Virgul qo'ysangiz, yana o'ynasaychi. Ya shu kerakmi shu? Ya Nuqta qo'yish kerak, to'g'rimi? Yana ketaveramiz shunaqa. To'g'ri, lekin bitta narsani o'ylab qoldim, to'g'ri. Cadillac hammasi ketgandan keyin nima mashinada boshlaysiz? O'shada. Nuqta qo'yish kerak ekan o'rtoq. Matizda boshlaman-da. Ya Matizda o'rtoq yuring dedim, 1 yil yurishingiz kerak. Matiz aytdim, unaqa bo'lmaydi. O'p yuraman. Sizchi? Pishkommi? Men pishkoman, menga o'sha BMW ham qiziq emas. Yuraman. Yo'q. Men korvetingizni ham haydadim, bir kun, 2 kun haydadim, unaqa. Men endi tan olaman, men korvetdan yurish bo'yicha o'zim ana oxiri nima yutib qo'ydi degandan keyin bilmay o'rsiz-ku. Ko'rasiz edim. Qana anaqalar. Kiyimlar kiyib olmaysiz. Gap so'z, bu просто haydash kerak, исполнять qilish kerak bo'ldi. Mabodo yutqizib qo'ysangizda. Hech narsa qilmaydi. Shunaqa bo'lish kerak ekanda. Shuncha gapirganlar-chi. Mayli. Baxt. Gapiraverasiz. Yo'q, mayli, ko'ramiz-da. Yo, shuncha gapiraveramiz. Kuchaytirilgan ko'ring oldin. Stage 2 yo'q. Siz oldin ko'ring. Yutqizib qo'ysangchi. Kim yutqizsa? Menmi? Siz? Hech narsa qilmaydi. Shuncha gapirilgan gaplar-chi. Hech narsa qilmaydi. Karlanga deysiz-chi. Shuncha katta ketishga, mana misol boshida shuncha anaqa qildim, mana o'ynadim korvet bilan. Shuncha men voy, davay dedimda, chiqdim, desto bo'ldi. Bundan keyingi mashina unga ham desto bo'ldi. Shu bunaqa narsalar desto hisoblanmaydi. Nimaga olib qo'ygan desto emasmi? Mayli, nima? Destomi? Bitta narsa. Gapga javob beryapman, men chiqyapman. Siz gapingizga javob beryapsizmi? Yo, men gapimda turmayapman. Yo, gap turish turmasligida ketyapti. Men olib qo'yadi deyapman. Olib qo'ydim. Endi olib qo'yishni qayerdan bilasiz? Bilaman-da. Qayerdan bilasiz? Buni olib qo'yishni nima? Ha. Hozir uverimisiz? Poyga ne uverin chiqmaymiz-a, o'rtoq. Bo'ldi, hozir uverimisiz olib qo'yishiga? Bo'ldi. Davay, Sen uverinsiz-ku. Ya mayli. Qo'ygansiz-ku. Qochyapsiz endi, mayli. Ko'ramiz. Anaqaga, nimaydi? Instagram Reels'ga, "Voy, Shoh aka, voy" deb narsalar bo'lish uchun mayli, do'stim. Sen uchun mashina jalq emas deb qo'yib, ha? Bo'ldi. Shu gap. Nima gap? O'ynaymiz? Hop, keyinchi. Ko'ramiz. Nuqta qo'yamiz. Yo'q, yutqizsiz nima qilasiz? Shu narsa pishko aytganingizdek nima? Matizda yuraman. Bo'ldi. Kelishdiki. To'g'rimi? Bo'ldi. 5. Bo'ldi. Omad yor bo'lsin. Sizga mendan chista mana. Ketdim. Nechta zayiz? Xohlagan shartingizni ko'raman. 5 ta deysizmi? 3 ta zayiz. Farqi yo'q. Xohlasangiz eko qo'ysangiz, eko qo'yib ham o'ynayveraman. 3 ta zayiz, chestno. Bu M8 a? M850i. Bo'ldimi? Bu poddelkami deyman-a? Poddelka emas, M850i. M8 deganingiz poddelkami deyman-a? M8 sochsiz. Men ani eshularni nima qilib turib, men endi bundoq yopganlar esimga tushib ketdi. Poddelkami deyman-a? Bilmadim. Esizdami? Yaxshi yuryapti lekin. Ya, esizdami? Nakleykalarni yopishtirib qo'ygandim. Voy, bu M5mi yoki poddelkami deb turibman, kadrlarni bundoq yopgan paytlar. M8 olsangiz poddelkami deyman-a? Я не разбираюсь. Я покупаю всё, плати лети menda. Plati liti. Plati, ne liti bo'lib qolsa-chi hozir. Ko'ramiz-da. Nima bo'ladi? Bo'ldi, siz kulavering, oxirida gaplashamiz inshaalloh. Yo, menga garaj ko'payib ketyapti-da. Yaxshi, mazza haydaysiz. Mazza qilib hayda olmadim-da mashinangiz. Korvet mazza haydaydi bo'lmaydigan mashina emas ekanda. Yoqmadi menga to'g'risi. Men ochib aytaman, yoqmadi. To'g'ri. Zdo'xlik. Do'xlayman. Ha, Normalniy mashina edi. O'mbilla. Normalniy mashina edi. Yalla. Ya normalniy mashina. Ya normalniy mashina. Men BMW bilan solishtirganda endi o'rganib qo'ygansiz mashinaga. Yoqadi. To'g'rimi? Ya yumshoq-da bu. Jostki. Brend. Mashina. Gap o'tdami? Gap bo'tda-da. Kuch barda. O'rtoq, gap cho'zmaylik-da hozir. Gap qisqa qilaylik-da. Bu narsangiz ayting, qo'naman o'rtoq. Bo'ldi, 3 ta. Xohlasangiz kapotni ochib boshding. Xohlasangiz eko qo'yding. Ja, unaqa narsalar. Davay, 3 ta zaезд. По-честному o'ynaydi. Bo'ldi. Хорошо? Bo'ldi. Всё.
O'tkazar omad tiladim. Men omad tilayman, sen internetda bir narsa bo'lmasin, hech narsa tilamayman. Nima deyapsan bu tilaniga? Hech qanaqa gap gapirmayman, bo'ldi. Ya xola siz berib olaman, o'rtoq. Qari qolgan mashinada qani? Uyda Nega uyda? ko'pchilik bo'lib kelibmiz, o'rtoq. Qari top keldimi men? Ha, bo'ldi, hozir ko'pchilik bo'lib kelibmiz. Qari cho'tdi. Ko'rasizmi? Xo'p. Biz mashinani qo'yib qo'yamiz, o'rtoq. Mana shunda qo'yib qo'yamiz, mana shu mashinani ham qiynab, Bo'ldi, men bolani ham kuzatib turibdi. Ha, Biladi, ishda kuchim bo'lgan, to'g'ri? Qari cho'tdi-da, просто o'zingiz uchun Ha, bo'ldi, xo'p. Yutqizsam, sirazi mana ikkita mashina sirazi haydab ketasiz. Men uyingizga borib, u mashinadan olib chiq va o'rtoq davernisni. Men bersam bo'ldi. Ya, endi prosta-da. Bo'pti. Men gapirganim. Omad sizga. Omad. Omad tilamaganim, omad tilab bordim. Men yutsam nakleykan shilmayman. Ha, Agar men mana shu mashinani yutsam, borib mashinada yuraman. xo'p. Hurmatsizlik qilmayman, o'rtoq. Брат, желаю тебе удачи. Yana o'sha o'zingizni kommentda yozganda, "Wow, shoh zo'r" deydigan gaplaringizni gapiryapsiz, to'g'rimi? Я серьезно aytaman. Желаю тебе удачи. Men senga do'stim bo'lib qolasan. Do'stim deb tursangiz ham hayp ushonyapsiz, to'g'rimi, o'rtoq? Menga karet kerak emas. Hozir sizga berib yuboraman. Yuting berib yuboraman. Ketdimi? 3 ta signalmi? Давай. To'xtang. Shoshib qo'ymang. Troniga подключаться. Assalomu alaykum. Hozir yana qaranglar. Mana shu gapimni eslab qoldik-da. Hamma narsa joyida, hamma narsasi bizniki cho'tki. Unda ham hamma полный приводda, hamma narsa zo'r. O'zingizlar bilasizlar, Shohrux ham har doim mashina haydab kelgan, mashinani tushunadigan odam. Hozir yana ketdi, bahona boshlanadi. O'rtoq, men lounjda yutqizib qo'ydim. O'rtoq, men mashinam tortmay qoldi. Dega urib qo'ydim. Emga urib qo'ydim, knopkaga urib qo'ydim degan narsalar ketadi. Qarab turinglar, fakt. По-любому olaman hozir. Inshaalloh. Mo'jizaki real bo'lishi mumkin. Lekin hozir ketdi yana bahonalar, gaplar. Oxirgi poyiga. Mana shu bilan ishonamiz. O'ynaydigan bo'lsa konkretni o'ynaylik, yutadigan bo'lsa yutaylik. Yutsam ham mayli aytaman, mana o'zi menga mashina birinchi poygada unaqa zo'r emotsiya bermayapti. Yo. Tiptronikada xatolik etdi, серьезно. Dron uchyapti. Tiptronikada xatolik etdi. Mana Men hozir серьезно aytaman. Hozir- Tiptronikada. seriya 1. Ya, ko'rsa bo'ladi, to'g'rimi? Tiptronikada xatolik etdi. Qaysi kameraga? Любой kameraga gapirdim. Seriya 1. Va men lounge kontrolim ishlamay qoldi. Tiptronika mama quraman deb nabarot urib qo'yibman. Hozir bilib turibman-da bu. Nimadir bahona kerak-da. Qanaqa bahona? Yutqizib beraymi, o'rtoq? Yo. Keyin karetingizni qaytarib beringda, yutqizib bering, mayli. Mana shu o'zim men yutqizdim deyman. Yo. Keling, bo'ldi, Shoh aka yutdi, men yutqizdim. Ketdi o'ynaymiz. Bular cho'zmay vaqtda ketdi. Ya nimaga O'ynaylik. Suhbat quraylik, o'rtoq. Odam sog'indi-da, Corvette'da ham bunaqa sog'inmaganman. Suhbat quraylik, gapirsangiz, shundoq. Ne unaqa bo'ldi?
Aytolman, Tiptronic edi. Tiptronik nimasi bo'ldi? Bunaqa ko'rib lipistok ko'rib yubordim. Pisokda qaydaysiz? Lipistok ko'rib yubordim. Ko'rib olgandan keyin men qo'lim bosilib ketdi-da, chonsi. Bosilib ketdi, keyin birga chiqib turib, оборот 6-7 mingga chiqib ketdi, bor. Voy, anaqalar ketyapti-da, o'sha ketdi ana. Jumanazar ko'ring. Jumanazar akani bir bola ertaklari Tiptronikka olsam ham mana qilib o'qiyapman. Yo, seriozdan men o'rganmaganman. Bunga soch karvet primo haydayman, bilasizmi? Buni bakoy haydaysizmi? Yo, bu Tiptronikka anaqa qilmaganman. O'rganmaganman. Lipistokga to'yis. Shunda bahona, to'g'rimi bu? Yo, bahona emas, men o'zi kam haydadim. Yo, o'zi bahona, to'g'rimi? Mayli bahonada primat qiling, bo'ldi, men yutkizdim. Mana shu birinchi zayezdda men yutkizdim. Bo'ldi, Yutqizdingiz o'zi. Ha, bo'ldi, 5 o'ynaylik, hozir 2-3 bor. Ne karlisiz siz? Yo'q, men karillamayapman. Sizni bahonangiz bor. Nimaga menda unaqa bo'lmaydi? Ha, bo'ldi, o'tgan safar bo'ldi-yu bir marta adashmasam, to'g'rimi? Lounge-da, ha, men aytdim, lounge olib kel. Men o'yinni sal yaqinroqda, lounge-da olib kel. Tiptronik ham bo'ladimi? O'sha lipistokda. Nima qilay, o'rtoq? Bo'ldi, ikkinchi zayezdda o'ynaylik, bo'ldi. Chestno o'ynaylik, faqat bo'ldi. Mana qilib ko'ramiz, keling. Zo'r taklif. Aha. Zamani o'quvchilaringizga zo'r takliflar berasiz-ku. Suvlarga ham zo'r narsalar qilasiz. Bizga ham zo'r taklif. Siz mashinangizni ham bunday qo'yasiz. Men realniy o'rtoqchilik konkretni zo'r izay o'rtoq. Men mashinamni orqa machosiga qo'yaman. Davay. Zo'r bo'ladi, qana. Вообще zo'r bo'ladi. Erga qo'yib. Menga qarang, maymun momenda ketdi. Yo, просто qarang qanaqa bo'ladi. Bo'ldi, o'ynaylik. Erga qo'yib. Yo. Shunda bir bo'ladi o'rtoq. Tekis o'ynaylik, bo'ldi. Davay, aytolmani hozir men birinchisi yutkizdim, bo'ldi, gap ko'paytirma kerak, o'ynaylik, bo'ldi. Davay. Bosh mashinadan tushib kelishim bilan hamma qila qo'yapsiz, lipistokda. Ketdi. Baraman jalyapti. Davay, o'rta, davay. Ketdi. Orqaroq yurib beraymi o'rtoq? Yo'q, kerak emas, Men hozir yomon yutqizim kelyapti. Mazgi qilmang, ketdi. O'zi o'rtoq, odam sog'inni ozgina suhbat quraylik. Yo'q, ketdi. Nima? Ketdi. Boshlicha anaqa edi, pozitivniy bola edi. Yutqizishga o'rganmaganman deyotgan bola endi mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, mayli, короче, o'rtoqlar. Men sizlarga bitta narsani aytaman. Bundan oldin poyga bo'ldi, men mashinani berib yuborgan edim. Mashina обратно уже keldi yana. To'g'risini aytayman, mana ichimdagi narsani aytaman. Menga bu mashina ham qiziq emas. Bu o'zimniki qiziq emas bo'lgandan keyin menga значит bu ham qiziq emas. Karvet ham qiziq emas. To'g'risi, men yutsam ham, yutqizsam ham menga umuman qiziq emas. Shunda oxirgi narsa, mana shu gonka, mana oxirgi gonkam. Shunda o'ynayman. Xudo xolasa agar yutsam, shu mashinani yutsamda ham polniy mana shu temana yopiladi. Yutqizsammi, yutaman bilmayman. Mashinani olamiz-da, bu kimga berib yuboramiz yoki shunda olib sotib короче yo'q qo'yamiz. BMWdan короче chiqdim men. Hech qanaqa BMW unaqa narsalar kerak emas. Negativ yozib, har xil gaplar o'zi. Mana mashina yeb ketdi. Men bir BMW haydayman. Realida, hozirda men bir BMW haydayman. Ko'chada hamma ko'rgan odam, "San birov olib bergan mashina, bunaqa olib bergan mashina, bunaqa olib." Undan ko'ra tinchgina men o'sha peshkom yurganim yaxshi. Ketdimi? Ichimdagi dardlarimni gapirib olsam maylimi? Ekoga qo'yaymi? Ekoga qo'yib bosaymi o'rtoq? Ana endi sen keladi. Assalomu alaykum, bratva. Mazasi bo'lmay qolsa kerak. Hozir 3-chi zayezdga. Voy! Yutqizgan odam bunaqa xursand bo'lmaydi-da. Men shuna xursandman. Ha, o'rtoq? Yaxshimisiz? Mashina yaxshi ekan. Hozir yaxshi ekan deb qo'yadi. BMWdan
BMWda, BMWni yaxshi ko'raman to'g'risi. Qarolama unaqa ekoga bosaman, mana shunaqa bo'ladi ahvoli. Uchinchi zaezd bor. Uchinchi bosimi maksimalli kuch olib, maksimalli bosim o'rtada, launch kontrol yo'q, konkretni Как самочувствие, брат? Yo'q, hozir men birinchi o'rinda ustimga kiyib olay, sal hazm qilish uchun. Oz gaplashamiz. Voy. Solu kerak-da. Nima deysiz, o'rtoq? Впечатление. Zaezd. Вот ikkinchi zaezd. Malalim bo'ldi. To'g'rimi? Как самочувствие? Og'riq yo'q? Bor og'riq. Og'riq bor? Bor. Radday. Yo, zo'r. Normalmi? Ya, lipisoklari mendan anaqa bo'lmadi, yaxshi. Razgonda ham yaxshi. Anu unaqa narsalar yo'q. Короче, bahona yo'q, o'rtoq. Bo'ldi, o'rtoq. Mana birinchisi siz aytganimiz, menda bahona yo'q. Men yutqizdim. Olasiz kaltam beraverdim. Yo'q. Olasiz, xaridasiz. Uchinchisini o'ynaymiz, keyin o'rtoq. Uchinchisini o'ynaymizmi? Ketdi do'stim. O'ylab ko'ring. Ya, davay o'rtoq. Oxirgisi. Olasiz, uyalamiz. Oxirgisi. O'ylab ko'ring. Oxirgisi. Davay o'rtoq. Bo'ldi. Birinchi poygani ko'rdinglar. O'rtoqlar ikkinchi poygani ham ko'rdinglar. To'g'risi, o'shani boshida birinchi emotsiyalar qanaqa edi? Boshida yutayotganimizda, birinchi poygada Corvette bilan o'ynaganimizda, "Va, davay" anaqa, ana baribir odamlar anaqa bo'ladi-da, emotsiya zo'r bo'ladi. Hozir to'g'risi, o'zi menga bu agar hozirgi zayezdda ham yutsam ham menga mashina ham bu ham qiziq emas. O'zimni haydab yurgan mashinamni to'g'risi mana shu odamlar Shohruh padarka qilgan mashina ham egasini qopadi, mana sotib olgan, o'zingni puling yo'qmi, yo'q degan narsalar o'zi mana shu keldi. To'g'risi mana shu mashinamni ham maza qilib emotsiyasini olib maza qilib hayda olmadim-da. To'g'risi menga nasib qilmagan ekan. Men shunaqa deb bilaman. Undan ko'ra shu poygani o'zinglar ko'ringlar, tugatamiz-da. Shu mayli BMWdan xayrlashamiz. BMWga rahmat deymiz, nima deymiz, emotsiya shuncha maza qilib haydadim, shuncha birinchi poyga, ikkinchi poygani yutdim. Uchinchisi finalning oxirgi narsa. Shu negativlar o'zi jonga tegdi to'g'risi. O'zi mana shu keldi, bundan buloq bo'lib ketdi, bor. O'zinglar ko'ringlar deb mashinaga yakun qo'yamiz. Shunaqa. O'zi realni o'rtoqlar poygani umuman qiziq qolmadi. Poygani umuman qiziq qolmadi. Realni borib Nima bo'ldi? Ya chotki, Cho'tam o'rtoq. zo'r. Желание bilmayman, yo'q o'rtoq. Yo'q. Bosh. Yutqizdi o'ylavering. Yo'q. Yutqizding, bo'ldi, men qoldim, yutqizdim. Temani to'xtatamiz bo'lsa. Yutqizding-da. Sovuq qilgan mashinangiz. Yo'q, jinnimisan. Corvette bilan olib ketavering, bo'ldi. Yo'q. Nimaga? Bitta ish qilamiz. Olib ketavering, bo'ldi.
Bunaqa narsaga g'alati bo'ladi-yu. Mashinasi qolmaysiz-ku. Yaxshi ko'rgan. Turibdi-yu ayol. Yaxshi ko'rgan mashinangizni olib ketayim. Bo'ldi, men o'zimnikini oldim, hisobini olaylik. Temani Qanaqa olib temadan mashinangizga ayab bir ikki kun bu joyga bormagan bo'lsa, atak to'g'ri ayoqda pastazgina drift azgina nimalarlar qildik, atak mashina qanaqa bo'lsa o'shandan turibmiz. Nakleykalarni xohlasangiz topshirib beraveraman. Buni qo'shasiz-da. Yo'q, bunaqa tushunma. Aytganingiz nima deydi? Uyga ertalab turganimda mashinangizni olib turib, zavtrak qilaman deganingizni. Bu tema tobora seriozlashib ketib qoldi. O'zingiz ham ko'rdingiz, hamma yoqda. O'zingiz videoda ham gapirib chiqdingiz. Kim ana avtoblogerlar qila olmagan narsani ham olib chiqdi. Odamni bizning do'stligimizni noto'g'ri qilishdi. Davay bitta narsa qilamiz, o'rtoq. Podpisatsiya qilib qo'yamiz birinchi bo'limda. Da, aytadi. Bir-birimizga zaimiy podpisatsiya qilib qo'yamiz. Eng g'alati narsa. Shu narsa. Eng g'alati narsa. Urush qoldi deb bizlarni o'ylashdi, to'g'rimi? Ha? Bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Biz do'stmiz, inshaalloh. Oxirigacha ham birga bo'lib. Bunaqa narsa yo'q. To'g'rimi, o'rtoq? Nasib. Bitta narsani aytaman-da. Baribir odamlar ichida yig'iladi-yu, kommentlardan, hamma odamni fikridan baribir. O'rtog'im menga shu mashinani podarka qildi. Primoy efirda ham aytayman, oxiri biz mana shu joyga keldik, mana shu narsani aytayman. O'rtog'im menga shu mashinani tug'ilgan kunimga podarka qildi. Men juda ham xursand bo'ldim. Lekin bitta narsani odamligimda tushuntirmasangiz bilmayman, mana bu odamlar bilmayman, butun O'zbekistonmi, butun hamma xalq yomon ko'rib qo'ygan. Ya'ni it mamaqa bir bola odam gapli, har xil gapli. Mehnatini qildi-yu o'rtoq. Mehnatini qilgan. Polni ideyalar beradi menga do'stim. To'g'risi-da, mana mehnatini qildi-da mashinani. Mediniy taraflama yo'qmi? Masalan, mashina qilsak mana shunaqa bo'ladi dedi. Men to'g'risi xursandman shunaqa do'stim borligidan. Xudoos har doim yonimda bo'ling. Bu mashina o'zingizniki. To'g'risi. Men masalan hozir yutdim, baribir men olmasdim. Seriozno. Bu sizning mashinangiz o'rtoq. O'zi Men unaqa ish qila olmayman. o'shaning shu karretdan kirib o'tgandan o'zi bilmayman. Birinchi bu anaqada ham aytdim men. Kamerada ham ichida ham aytdim, bunaqa emotsiyalar. Oldingidek emas. Kecha mashinani yoniga logotip urdirdik. Siz yetib qoldingiz. O'zingiz yetib qoldingiz, to'g'rimi? Sochchi. Davay deb ana qildi. Hozir undan oldin hazil qildi, mayli, sal seriozda grubit qildi. Suvikini urdi. Endi o'tirganimda bitta fikr kelib qoldi menga, to'g'risi. Sog' qo'rishdi yana. Ya seriozno. Qarang, bundoq qilaylik. Hozir qani menga bakal anaqa qilib bermaysiz menga? Qani ana har negativli yozayotgan paytda, ana ko'nglimga ortayotgan paytda sizlar ichib turgan. Yo'q, suvlardan anaqa qilib bo'ladi. Sani endi xalq shuncha vaqt kuzatdi, to'g'rimi? Xalq bekorga kuzatmaydi-yu. Portlayapti. Ochkimni qo'yib qo'yaman mayli. Xalq bekorga kuzatmaydi, to'g'rimi? Men o'ylashimcha agar o'zimizdan suvimiz, o'zingizdan zavodda stroykasida Atula dasta turgansiz, to'g'rimi? Biz buni ichgan odamlarga, suvimizdan ichgan odamlarga, ya'ni tanlab olamiz. Misol uchun 10 ta bundoq bo'lsa, 20 ta inson bo'lsa, kecha men o'yladim, to'g'risi. 10 ta distributorga 10 ta misol uchun o'sha ichgan, misol uchun xalqqa, to'g'rimi? Xalqda misol uchun aka-ukalarimiz. O'sha odamlarning ichidan bitta insonni tanlab turib, hadya qilsak, vaqt o'tgandan keyin, misol uchun 3 oymi, 4 oydan keyinmi? Shuni mashinani hadya qilamiz. Shuncha kuzatdi-yu, to'g'rimi xalq? Da. Lekin davay misol hech narsasiz hamma narsasi bitta kichkinagina moh deydigan obzor chiqdi. Yangi balon taqilgan, yangi diski, mashina stage. Men o'zim chunki bilardim-da. O'rtog'im qilib berayotgan. Men qildirgan joyga borgan. Stage 2+da. Короче, plus-minus 700 nechtadir ot kuchi. 750 ta. 750 ta. 750 ta. O'sha 750 ta ot kuchi olinadi, haydaladi-da. Nomga o'tkazib bera olasiz. Обязательно. Hamma narsa qo'yiladi internetga.
real po fakt qo'yiladi. Chunki endi juda o'rtoq nima deydi? Og'izga tushdiydi. Slishkam og'izga tushdiydi. Endi soch xalq kuzatdi, endi baribir xalq ham nimadir manfaat olsa, bitta odam bo'lsa ham olsa yaxshi-da. Ertaga bundan azorlarni qilamiz inshaalloh. Zo'r. Nima deysiz? Qanaqa odamlar oladimi? Suvni. O'zimizda aka-ukalar Yo'q, sotuvga chiqdimi? sotuvga mana o'sha tez orada chiqadi. Hamma yoqda bo'ladi. Magazinlardan kirib so'rasanglar bo'ladi. Xudosi AK Water bo'tdi mana. AK Water. Emblemasini ham Kuchov olaylik, mana emblemasi ham mana. Emblemasini ham esda qoldirsanglar yaxshi bo'ladi. Shaharda ko'rasizlar, xudo xolasa. Kimdir mashinasi bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa kimdir mashinasi bo'ladi. Xohlasangiz buni ham qo'shib yuboring. Yo'q, bu o'zim mashinasi. Yo'q, xohlasangiz. Yo'q. Men o'zim olsammi, martibop qaytarib beryapsiz, to'g'rimi? Mana kelishilgandi. Lekin xalq ham nimadirdan manfaatdor bo'lish kerak-ku. To'g'ri. Hatto mayli suv arzon turadi, to'g'ri? Suv ichsa, yo'q joyda, misol uchun nima BMW 28 to'g'ri? Yo'q joyda. Yoki nima deysiz? Men BMW M850i mi? Nima bo'lsa ham, misol uchun yo'q joydan suv ichgan odamga qimmat mashina-da, o'rtoq. Ne. Karoydan tez. Stage ham qilingan, hamma narsa qilingan. Ne. Zo'r mashina. Yaxshi edi. Shunaqa qilamiz, shu bugundan yopamiz, bu temalarga qaytmaymiz, gonka-monka bu to'g'risi nima deydi, bizani o'rtoqchiligimizga unaqa narsalar ta'sir qilgani yo'q. Internetda bunaqa ko'ringan bilan biz o'rtoqmiz. Shunga u narsalarni unaqa qilinglar. Gapirib, bu men bunaqa, men o'zim ham ko'rib g'alati bo'lib qoldim to'g'risi. Bu mening do'stim, xudo xolasa. Do'stim deganmanmi, do'stim. Takki есть. Deb turib, mashinani nomini o'tkazib qo'ygan. Yo'q, aka bo'ldim do'stim davom ketgan mashina. Yo'q, endi hozir to'g'ri, ana nima deydi, men bolalar turibdi, bu haqiqataniga do'stim, haqiqiy do'stim inshaalloh. Endi vaqt soat ko'rsatadi, lekin hozir do'stim. Aki Water suvi, Tovoqsoy, tog' suvi. Naturalniy. Inshaalloh, nima deydi, bir foydamizga tegsin deb maksimal harakat qilamiz. Yangi ish o'rinlari yaratdik. Mana xudo xolasa tez orada hamma magazinlarda, do'konlarda bo'ladi inshaalloh. Agarda kimda kim qiziqsa, distributorlar uchun nomerlar qoldiriladi. Hamda agar avtoviklar bo'lsa, avtoviklar uchun nomerlar qoldiriladi. Bemalol aloqaga chiqib ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Hurmatli xalqim, akalarim, ukalarim, sizlarga aytib o'taman. Inshaalloh 3 oy, 4 oy mobaynida xudo xolasa Aki Water suvi bilan birga bo'linglar, ichinglar, xudo xolasa. Mashina sizlarniki bo'ladi, nasib. Xudo xolasa. Bitta insonga nasib qiladi, xudo xolasa. Bu yerda tanish bilish bo'lmaydi. Xudo xolasa bitta insonga nasib qiladi. 20 ta odam ichidan biz tanlab olamiz, xudo xolasa. Endi Doniyor, buni qanaqa qilib, допустим, shu shartlarni qilsak bo'ladi. Допустим, mana 10 ta odam davomimizga 10 ta distributor, misol distributorda уже ikkita zo'r variant. Aha. Bunaqa nimadir qilgan, podpisim, bunaqa. Yaxshi stories, content qilgan storiesmi yoki suvni olib turib stories qilgan odamga yokida post qo'ysa, postda kimga ko'p prosmotr bo'lsa, yaxshi aktiv bo'lsa o'shanga. Bu yog'ini o'ylaymiz-da. Aka Water atmetga qilib qo'yishadi, to'g'ri? Instagramdagi Aka Water atmet. Qo'ying hozir. Xudo xolasa, shu baxtli insonniki bo'ladi shu. Bu endi buni tarixi, bu oddiy mashina bo'lib qolmaydi endi. В каком смысле? Bu mashinani o'zini tarixi bor. Logotip bilan yurish kerak. To'xta. Bu mashinani o'zini tarixi bor, chunki Doniyorning mashinasida olib qo'ygan. Doniyorning mashinasi mana boshlab olib qo'ygan. To'g'rimi? 4-tayesi qo'ya olmaydi, men boshlab ketdim. Shunaqa gaplar. Energiya full. Menga ani xafa bo'lish yarashmas ekan, ozgina настроение ko'taramiz. Bu poyga tugadi. Endi xudo xolisi keyingi vizov tashiydigan odamimiz kim deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozib qoldiringlar. Atak nima deydi? Любой vaqt tayyorman-da. Yo'q. Hozir shoshmang. Biz oramizdagi poygani tugatdi, to'g'ri? Boshqa odamlar bilan ham misol zayiz qilamiz o'zimizni. Ozgina sabr. Bitta mashina tayyorlaylik bu. Davay, aytmamaga narsa qilaylik, o'rtoq. Siz o'rtoq, ana siz buni
ana qo'ysiz, bo'ldi, BMWni oldingiz, mazza qildingiz. Ana hadya qilib olasiz, men ham bo'ldi, men ham mazza qildim. Kayfini oldim-da, bundoq qarasa 2 marta yutdim. Mazza bo'lar ekan endi. Buni men ham moshinaron apparat qilib yig'aman, boshqa. Buni emas, boshqa mashinada qilmoqchimisiz? Boshqa mashina qilaman. Bo'ldi, buni oldim, buni istoriyasi siz bilan tugataman. Nima? Ya, siz bilan tugataman-da, o'rtoq, bo'ldi. Bu tarix bo'lib qoladi. Istoriya tugadi, bo'ldi, bu BMWni mashinadan keyin, mashib qolgandan keyin уже haydaymiz-da. Moshina apparat yig'amiz. Muammo yo'q. Keyingi o'zi Siz ham o'zingiz yig'asiz, men ham o'zim yig'aman. ha. O'zimiz yig'ib birga surish. birga surish bo'lmaydi. Yig'amiz-da, konkretni, lekin odamni topib qo'ysa kerak, konkretni O'zbekistondadir balki SNGdadir, balki o'sha Lekin unga ko'proq vaqt kerak-da. 2 sekundda chiqadigan mashinadir balki kimdirga vizov tashiymiz-da. Bu tashiydigan odam planda turibdi. Kim deb o'ylaysizlar? Komment yozib qoldiringlar, hammanglarga kattakon rahmat. Bu tashavvutda hozircha men emas ekan, bori. Ne, agar apparat moshni bo'lsa, Ya moshni qilamiz. Biz bilasiz, katta gapiramiz, Soqqa xudo bo'lsa xolasa. moshina bo'ladi. Da, bu katta gapiramiz, sekin natija bilan inshaalloh shunaqa qilamiz. Bo'ldi. O'rtoq, bir ketamiz. Hali video ko'rishamiz. Bo'pti. Ani narsa qilib o'tdi. O'zi hali video qo'yib yuborishdi-yu, karotkani. Uyga keluvdingiz. Ha, ko'rdim men. Ancha aldayapti bular. Voy, voy, bo'pti dedim.